Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Quyon boqishni noldan boshlaymiz kanalini kuzatuvchilari. Mana bugun 6-kun 8-may bugun 2025-yil. Kech bo'lsa ham hozir ishdan qaytib videoga olyapman. Ona quyonimiz suv tugab qo'ygan ekan, chanqab qopti. Hozir qo'ydim suv. Chiyapti suvni. Bugun nima holat bo'ldi ko'ramiz. O'zgarish yaxshi. Hozir bittasi yaxshi katta bo'lyapti. Ikkinchisi sal kichikroq undan. Uchinchisi ancha kichkina ekan. Bitta akamiz kommentariyada ushlab emizing debdi. Shuni ushlab emizsa bo'ladimi? Yoki ushlaganim uchun o'ltirib qo'yam ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Uchta hozircha tirik ekan. Bular yaxshi. Endi nimada noxush vaziyat bo'libdi. Bitta quyon o'lib qolibdi. Nimadan bo'ldi hayronman. Bu yaxshi yetuvdi debdi mana. Sherigi tirik ekan. Madaga o'lib qolibdi ekan. Ya bu tirik ekan. Qani tirinchi. Bu yaxshi ekan. Xudoga shukr. Xo'sh, bu quyonga nima bo'ldi ekan endi? Quyonni bir kunda o'ladi derdim mana. Ertaman yaxshi turgan narsa hozir o'lib qolibdi. Nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Ivermectin qildim. 10 kuncha bo'lib qoldi. Shu antibiotik bermaganman. Qurtlarga qarshi deydi Ivermectin. Endi ovqatdan bo'ladi deyishgan edi. Ovqatni mana menimcha 1 oy bo'ldi bu yemni almashtirganimga. Bundan oldingisida Ko'rinlab degandan berdim. Hozir Andijon Ko'rim degan yangi yemdan berdim. Meni taxminim yo shu yem sabab bo'lgan yoki berayotgan suv artezan suvi edi. Lekin olganimdan beri artezan suv beraman unaqa desam. Qonni ishmabdi. Semizligi ham yaxshi. Nima sabab bo'lgan? Ichi ham o'tmagan menimcha. Mayli. Elga kelgan to'y. Hammasi Allohdan. Bu yog'iga Alloh baraka bersin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Shunaqa quyonchilik oson emas ekan. O'zi avvalo baqamni ko'paytira olmagan edim.
bir tuqqandan 10 ta tug'ar ekan, ko'payib ketar ekan deyiladi-yu, shunaqa holatlar bo'lar ekan. Bu bolasini boqmadi, bu bo'lsa o'lib qoldi o'zidan o'zi. Mayli, hammasi yaxshilikka. Biz davom etamiz yo'limizda. Inshaalloh shu quyonlarni 100 taga yetkazamiz. Bu bo'lmasa keyingisi bo'lmasa undan keyingisidan harakatdan to'xtamaymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like, kommentariy, izoh yozib ketinglar. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.